Bular tarixdagi eng g'alati moda trendlardan biri. Viktoriya davrida ayollar juda ingichka belga berilib ketgan edi. Shu sabab ular krinolinlar kiyishardi. Bu kiyimlar bir necha metrga kengayib, belni ingichka ko'rsatardi. Ba'zida esa bu effektni kuchaytirish uchun maxsus karkas ham qo'shishardi. Yana ular ko'ylaklarni arsenik bilan bo'yashardi. Bu modda terga tegsa, uni doimiy rangga bo'yab qo'yishi, hatto ayrim hollarda zaharlab o'ldirishi mumkin edi. 1900-yillarning boshlarida Amerikada ayollar trik zargarlik buyumlari taqishardi. Masalan, trik xameleonlar. Ular kiyim rangiga qarab rangini o'zgartirardi va doim mos aksessuar bo'lib turardi. O'rta asrlarda esa ayollar peshonasini balandroq ko'rsatish uchun soch chizig'ini yulib tashlashardi. Bu go'zallik belgisi hisoblangan. 12-asrda Yaponiyada ayollar qoshlarini butunlay olib tashlab, muhim marosimlarda 12 qat kiyim kiyishardi. Sharqiy Osiyoda esa yana bir og'ir amaliyot bo'lgan. Oyoqni bog'lash. Yosh qizlarning oyoqlarini kichik bo'lishi uchun ularni bog'lab qo'yishardi. Natijada suyaklari sinib, deformatsiyaga uchrardi. Va nihoyat erkaklar ham ortda qolmagan. Ular jinsiy organlarini yopish uchun kotpiz deb ataladigan maxsus qoplama kiyishardi. G'oyaki qo'shimcha himoya uchun. Kontent yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.